Tadbirkorlik subyektlarini tafshishdan o'tkazish tartibi qanday? Jinoyat ishlari davomida tadbirkorlik subyektlariga nisbatan dastlabki tergov tomonidan yoki sud tomonidan taftish tayinlanishi mumkin. Ushbu taftishlar tadbirkorlik subyektlarida qanday amalga oshiriladi? Avvalo, taftish o'tkazish to'g'risida tergovchi qaror, sud esa ajrim chiqaradi va mazkur hujjatlarga asosan tadbirkorlik subyektiga nisbatan taftish o'tkazish tayinlanadi. Tadbirkorlik subyektining vakolatli vakiliga quyidagi hujjatlar taqdim etilmagan taqdirda taftish o'tkazish mumkin emas. Ya'ni quyidagi hujjatlarni taqdim etish taftish o'tkazishning asosiy sharti hisoblanadi. Birinchidan, taftish tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrim. Ikkinchidan, vakolatli organning taftish tayinlash to'g'risidagi buyrug'i. Masalan, taftish tayinlash to'g'risidagi soliq organining buyrug'i taqdim qilinishi kerak. Uchinchidan, taftish o'tkazuvchi shaxsning xizmat guvohnomasi va taftish o'tkazish uchun beriladigan maxsus guvohnoma taqdim qilinishi zarur. Agar mana shu 4 ta hujjatdan birortasi taqdim etilmagan taqdirda tadbirkorlik subyektiga nisbatan taftish o'tkazish mumkin emas. Tadbirkorlik subyektiga nisbatan taftish o'tkazishda mazkur tadbirkorlik subyektining yuridik xizmat xodimlari yoki boshqa advokatlar jalb qilinishi zarur. Tadbirkorlik subyekti tomonidan advokatlarning yoki yuridik xizmat vakillarining xizmatlari rad etilgan taqdirda ham ularning kelgusida mazkur taftishda ishtirok etish huquqi saqlanib qolaveradi. Ya'ni qachonki tadbirkorlik subyekti advokatlarning yoki yuridik xizmat vakilining xizmatlariga ehtiyoj sezgan taqdirda taftishning har qanday bosqichida ularning xizmatidan foydalanish huquqiga egadirlar. O'ziga nisbatan taftish tayinlangan tadbirkorlik subyektlariga maslahatimiz shundan iboratki, taftish jarayonida yuridik xizmat vakillarini yoki advokatlarni jalb qilishingiz lozim bo'ladi. Chunki qonunning siz bilmagan nozik jihatlarini ular sizdan ko'ra yaxshiroq bilishadi va yaxshiroq tushunishadi.